Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayed, korrektor Abduvali Sayed, bat va muqobil loyihalaguvchi A. Aqxon. 3-bob. Allohning mavjudligiga doir dalillar. Allohning mavjudligi haqidagi dalillarni kategoriyalashtirgan vaqtimizda dalillarni cho'ng jihatdan ikki turga ayirish mumkin. Buning biri aqliy dalil, yana biri naqliy dalildir. Gerçi dalillar tafsili qilib aytganda aqli, falsafaviy, ilmiy, Qur'oniy va naqliy deb bir qator kategoriyalarga ayrilgan bo'lsa-mu, ixchamlikni nazarga olgan vaqtda dalillarning cho'ng jihatdan naqliy dalillardan sirt boshqa kategoriyaga mansub dalillarning asosan aqliy izlanishning mahsuli va yoki shuningga bog'lanishli bor bo'lib chiqadiganligini ko'ramiz. Jumladan Qur'oniy dalillar naqliy dalil turida bo'lish bilan birga muhaqqiq olimlar nazarida ham naqliy ham aqliy dalillardir. Chunki Qur'oniy dalillar sap aqliy izlanishlarga qaraganda dalil usuli va ifodalash yo'nalishi jihatda o'ziga xos metod va alohidaligiga ega bo'lib, kategoriyalarni ixchamlashtirish, Qur'on Karim xosligiga ahamiyat berish va naqliy dalillar bilan sap aqliy dalillarning bir-birini to'liqlash va qo'llab-quvvatlashga ega ekanligini gavdalantirishni nazarda tutib, dalillarni asosiy jihatdan ikki kategoriyaga ayirishni munosib ko'rdik. Mazkur ikki kategoriya bo'lsa, aqliy dalillar va naqliy dalillardan iborat. Navbatda tafsilotlarga tutunishdan avval kitobxonlarga aqida olimlarining bayonlari asosida dalil va uning turlari haqida qisqacha izoh berib o'tamiz. Dalil va uning turlari. Dalil Uyg'ur til izohatida yakunga erishish uchun xizmat qiladigan asos, paket, isbot deb ta'birlanadi. Dalil so'zi tilimizga arabchadan o'zlashgan so'z bo'lib, mazkur so'zlik aqida olimlari istilohida o'ziga xos ma'no va ifodaga ega. Mazkur so'z arabchada Uyg'ur tilida ifodalangan ma'nosi bo'yicha paket, isbot qatorliq ma'nolarga ega bo'lib, lug'atshunoslar mazkur so'zning asli yildizi va ifodalanadigan ma'nolari haqida maxsus to'xtalgan. Lug'atshunos olim Ibn Manzur mundaq deydi: Dalil demak bir narsani tonishga elib borg'uchi demakdir. U ko'rsatish, yetaklash qatorliq ma'nolarga ega. Dalil so'zi yana ma'lum bir narsani ifodalab berguchi qo'llanma, isbot, hujjat, belgi qatorliq ma'nolarga ega. Dalil demak, yana ma'lum bir narsa orqali ikkinchi bir narsaga yetish demakdir. Dalil so'zining istiloh ma'nosi. Dalil so'zi iste'molda har xil qo'llanishlarga ega bo'lib, mazkur so'z hukm jihatdan logik-shunoslar, usul fiqh olimlari, fiqhshunoslar, hadisshunoslar va aqidashunoslar bo'lib, har soha olimlari orasida ayrim ta'bir va ma'nolar bo'yicha ishlatilmoqda. Dalillash degandan maqsad iste'molda aqlning shak qilgan masalalarda gumondan shaksiz qanoatga yetkilishidir. Yana bir xil ifodalasak, shay'iga bo'lgan notunishlikdan bilish holatiga o'tish, shay'ini ko'ngil taskin topadigan, aql qanoat qiladigan shaklda bilib chiqish dalilning g'oyasidir. Tur nuqtasidan dalillar aqida olimlari istilohida aqliy va naqliy dalil deb ikki turga ayrilgandir. Aqliy dalil deganimiz dalil qurilmasidagi barliq asoslar sap aqliy bo'lgan yakun xuloslarni ko'rsatadi. Dalillarga olam o'zidagi tinimsiz yuz berayotgan alomatlarga binoan paydo bo'lgan hadisdir. Hadis hisoblanadigan shay'ning cho'qim boshlanishi va oxirlashishi bo'ladi. Sabab natija qonuniyatiga asosan har qanday paydo bo'lgan hadis cho'qim uni paydo qilgan muhdis, ya'ni paydo qilguvchiga muhtoj bo'ladi degandek, dalillarda tutqi qilingan sap aqliy qurilma asoslarni misol tariqasida ko'rsatib o'tish mumkin. Naqliy dalil deganimiz hukmning asoslarining hammasi vahiy manbalarini asos qilgan barliq dalillarni ko'rsatadi. Qur'on Karim barliq islom olimlarining birdek muayyanlashtirishida isbot qilib ko'rsatishdagi shaksiz dalil manbasidir. Chunki Qur'onning payg'ambardan yetib kelishi mutawatir shaklda, hech kim inkor qila olmaydigan darajada aynan yetib kelgan bo'lib, naqliy dalildagi birinchi asos va dalil manbasi Qur'on Karimdir. Ammo bu yerda aqliy va naqliy jihatlardan asosi bor dalillarmi bor bo'lib, ko'pincha holda aqida olimlari orasida mazkur dalillarmi naqliy dalillar turiga kirib ketadi. Imom Jurjani mundaq deydi: Dalil uning barliq asoslari yaqindan yoki yiroqdan aqliy asosga ega bo'lish bilan aqliy bo'ladi, yoki uning aksicha barliq asosiy qurilmasi naqliy bo'ladi, yoki bo'lmasa aqliy va naqliy dalillardan tarkiblangan birikma dalil bo'ladi. Yuqoriqilarning birinchisi isbotlashda vahiy manbalariga qat'iy qarashlik bo'lmaydigan sap aqlni manba qilgan dalillarni ko'rsatadi. Ikkinchisi bo'lsa sap naqlni manba qilgan dalillarni ko'rsatadi. Uchinchisi bo'lsa yuqorqi ikkisidan birikkan birikma dalilni ko'rsatadigan bo'lib, biz bu turga tava dalillarni o'sha bu dalillarning umumiy jihatda kuchga ega bo'lishi naqlga qarashlik bo'lganligi uchun naqliy dalil deb ataymiz. Yig'ib aytganda, asli qurilmasi sap aqlni manba qilganli bo'lsa, naqlda qo'llash va yoki tasdiqlashga erishgan bo'lsin yoki bo'lmasin o'xshashla aqliy dalildir.
Asli qurilmasi sap naqlni manba qilgan aqliy tarafdanmi kuchlik muayyanlashtirishga ega dalillarga kelsak, u yanada naqliy dalildir. Albatta, biz bu yerda sap aqlni asos qilgan logikalik yoki falsafaviy dalillardan sirt aqlning zamonimizdagi eng gavdalik mahsuli bo'lmish ilm-fan haqiqatlari, muayyanlashtirmalari va isbotdan o'tgan natijalarni mazkur aqliy dalil kategoriyasiga mansub qilamiz. Biz islom aqidasidagi munosabatli aqida masalalarini ilm-fanni o'z ichiga olgan g'olliq aqliy va naqliy dalillar asosida ilmiy sharhlab chiqishni niyat qilgan ekanmiz. Dalillarga kirishdan avval bu vaqtda qisqacha tushuncha berishni munosib deb qaraymiz. Kitobimizda muqaddimasida ko'rsatib o'tilganidek, aqlning islom aqidasidagi roli va o'rni intayin muhim ikki cho'ng temada gavdalangan. Ulardan biri Allohning mavjudligini isbotlash, yana biri bo'lsa payg'ambarlikning haq ekanligini isbotlashdir. Darvaqa, islom dini aqidaning eng asosiy tutqusi va yadroliq qismiga qarata aqlga eshikni keng ochayotgan. Aqida olimlarining aqidaning asosiy ikki cho'ng temasini dalillashda naqlga murojaat qilishdan avval aqliy qanoatdan o'tkazishni tashabbus qilishi, shundaqla islomning aqidalariga ilm-ma'rifat asosida e'tiqod qilishini tashabbus qilishi qatorliq bir qator mazmunlar islom dinining bu jihatlarida ilg'or va qoyil qilarliq tashabbusga ega ekanligini ko'rsatadi. Navbatda biz dalillarni bir-birlab keltirishda aqliy dalillarni naqliy dalillardan avval keltiramiz. Bu nuqtada shuni eskartmay bo'lmaydiki, aqliy dalillarni naqliy dalillardan avval radga tizganlik hech qachon aqliyat babini ilohiy bayonlardan ortiq ko'rganlik yoki qandaqdir aqlni naqldan ustun tutganlikdan emasdir. Balki bu vahiy bo'lmaymi Allohning mavjudligini isbotlashning tamoman mumkinligini, jumladan bu masalada sog'lom aqliy izlanishning nishoniga yetish va yakunlash jihatlarida vahiy bilan birdaklikni saqlaydiganligini namoyon qilishdir xolos. Yana bir jihatdan ilib aytganda, Qur'on Karim dalillari aniqlik, ro'shanlik, ilmiylik va ommaboplik jihatda har qachon oldingi o'rinda turadigan bo'lib, uning bayonlari naqliy bayon bo'lish bilan tang o'z-o'zidan kuchli logikalikqa, aqliy cho'nqurlikqa to'lgan. Biroq Qur'on Karimning bu xil xususiyati va alohidaligidan nasibiga erishish har kimga nisb bo'lavermaydi. Buningdan faqat o'sha bu muborak kitobni ixlos bilan o'qigan, tafakkur qilgan, haqiqat izlash va Alloh bilan bo'lgan aloqani kuchaytirish niyati bilan mutolaa qilganlarla haqiqiy ravishda bahramand bo'la oladi. Shundaqla o'sha bu ilohiy ma'rifat bo'lganidan sug'urilish ne'mati, uning ichiga yoshirilgan ilohiy ma'rifat xazinalariga ega bo'lish yo'lida o'zini beg'ishlagan, aql idrok asosida riyozat va ma'naviy kuch-quvvat sarf qilganlarga nisb bo'ladi. Qur'on Karimdagi oyatlarning aql egillarining tafakkur qilishi va o'ylanishi uchun nozil qilinganligi haqida kelgan oyatlar mazkur nuqtai nazarni quvvatlaydi. Demak, Qur'on oyatlarining cho'nqur ma'nolariga yetish va uning dalil isbotga boy ta'lim ko'rsatmalarining haqiqatiga yetish oldi bilan aqliy xizmat, amaliy riyozat va tafakkurani ijtihod talab qilgan ekan, bizmi o'sha bu Qur'onni ko'rsatmaga rioya qilgan asosda naqliy dalillardan avval aqliy amgak, fikriy mehnat, hikmat va farosat himmatlarining namunalari bo'lmish aqliy va ilmiy dalillarni go'yo Qur'oniy dalillarga kirishdagi muqaddima, vahiy bayonlaridagi nuroniy haqiqatlarning maqsad g'oyalarini tushunishdagi dastlabki tayyorlik sifatida bayon qilishni munosib deb qaraymiz. Shunga biz bu nuqtada aqlning mahsuli qatoriga kiradiganligi barliq nazariyaviy va tajribaviy tadqiqotlar, falsafaviy va yoki zamonaviy ilm-fanga taalluq mazmunlarni, shundaqla aqlning ixtirosi va izlanishi doirasiga kiradigan barliq sohalarning ilmiy yakunlarini aqliy dalildan iborat keng doiralik sarlavha ostiga jamlashni loyiq ko'rdik. Dalillar cho'ng jihatdan ikki cho'ng tur doirasida bo'lib, ular aqliy dalillar va naqliy dalillar turidir. Aqliy dalillar turida mavjudiyat dalili va koinot dalilidan iborat ikki cho'ng dalil izohlanadi. Bu turda oldi bilan sap aqliy dalillarni bayon qilish, munosabatli nuqtalarda ilm-fan natijalari hamda keltirilgan aqliy va ilmiy dalillarning naqliy dalillarda tutgan o'rni va bayoni qatorliqlar so'zlanadi. Naqliy dalillar turida bo'lsa, yaratish dalili, intizom dalili, maqsad g'oya dalili va fitrat dalili qatorliq 4 cho'ng dalil izohlanadi. Bu turda naqliy dalillar sog'lom aqliy va ilmiy bayonlar asosida izohlanadi. Zarur deb qaralgan nuqtalarda munosabatli ilm-fan natijalarida mazkur dalilni quvvatlaydigan mazmunlar va ilm-fan olimlari hamda faylasuflar tomonidan muayyanlashtirilgan dalillar so'zlaridir. Keltirilgan har bir dalilda shu dalilga qarshi ba'zi muhim deb qaralgan e'tirozlarga javob beriladi. Gerçi bu yerda Allohning mavjudligini dalillaydigan ilmiy nazariyalardan axloq dalili, parvish dalili va hidoyat dalili qatorliq bir qator dalillar bor bo'lsa-mu, biz bularni keltirmaslikda ba'zilarini Allohning mavjudligini dalillashda mustaqil dalil bo'lishdan ko'ra, to'liqlama va yondashma turdagi dalillar jumlasidan bo'lishga yaqinroq deb qaradik.
yana ba'zilarini keltirmaslikda bu asarda keltirilgan dalillar maqsadni hosil qilishga yetarlik deganni ko'zda tutdik va kitobimizga kirgizishga tanlagan dalillar bilan kifoyalandik. Yuqorida biz dalillarni surishdagi tartib, usulimizni o'qirmanlar bilan o'rtoqlashdik. Endi biz ortiqcha izoh va ziyoda takalluflardan o'zimizni chetga olgan holda Allohning mavjudligiga doir dalil isbotlar haqidagi bayonlarimizni bemalol davom qilamiz.